20 soniyada qaysi organda muammo borligini bilib oling. Buning uchun siz shifokor bo'lishingiz shart emas. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ldi. Birinchisi, umumiy oqsil organizmdagi immun sistemasi va moddalar almashinuvini ko'rsatadi. Agar ko'rsatkich ko'tarilsa, organizmda infeksiya borligi yoki tushsa, jigar va buyrakda o'zgarish ketayotganligini bilsa bo'ladi. Ikkinchisi, glyukoza ko'rsatkichi ko'tariladigan bo'lsa, sizda katta ehtimol bilan qand kasalligining ikkinchi tipi mavjud. Xolesterin to'qimalaridagi modda almashinuvi va gormonlarning sintezi uchun javob beradi. Agar ko'rsatkichlar ko'tarilayotgan bo'lsa, sizda infarkt, insult xavfi bor. Oldini olish kerak. Agar tushayotgan bo'lsa, unda muammo jigar sohasida bo'lyapti. To'rtinchisi, ALT va AST ko'rsatkichlari jigar, yurak va mushaklar faoliyatini ko'rsatadi. Bilirubin qondagi gemoglobinlarning parchalanishi uchun javob beradi va asosan jigar faoliyatini ko'rsatadi. Mochivina va kreatinin buyraklarimizning eng asosiy analizlari hisoblanadi va buyrak faoliyatini bilishimiz mumkin. Fibrinogen ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa, demak sizda qon quyuqlashgan. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizda saqlab qo'ying yoki do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Menga obuna bo'lishni esa unutmang. Sizlarga hali ko'p kerak bo'lishi mumkin. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.